Etik nima? Etik yoki yana bir nomi etiktok. Bu onlayn platforma bo'lib, u yerda ro'yxatdan o'tish orqali siz qisqa vaqt ichida pullaringizni ko'paytirib olishingiz mumkinligi aytiladi. Lekin ushbu platforma sizga rostdan ham pullaringizni ko'paytirib beradimi yoki qandaydir bu firibgarlik usulimi? Ushbu videoda biz batafsil gaplashamiz. Etik nomi ham, belgisi ham TikTok'dan olinganiga qaramasdan, haqiqiy TikTok kompaniyasiga ushbu firibgarlik sxemasini hech qanday aloqasi yo'q. O'zining doimiy saytiga ham ega emas. Rasmda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana etik009.com, keyingisida ikkita t ik 003.com, 005.com ana shunaqa harflarni, raqamlarni aralashtirib tez saytlarni almashtirib turishadi. Chunki biz firibgarlik sxemasi aniqlangandan keyin saytlar blokirovkaga tushadi. Shu sabab ular doimiy saytga ega emas. Saytlarini tez yangilab turishadi. Hattoki Google Play Market'da ham bular o'z rasmiy ilovasiga ega emas. Ilovasini norasmiy saytlardan, Telegram kanallardan tortib o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kimdir tavsiyasi bilan yoki oldinroq a'zo bo'lgan kimdir o'rnatib bermasa, bu narsani siz Play Market'dan qidirib topib o'rnata olmaysiz. Undan tashqari saytiga va ilovasiga ham siz e'tibor beradigan bo'lsangiz, u yerda hech qanday yuridik adres, kompaniya haqida ma'lumot, telefon raqamlar bog'lanish uchun masalan call servislar hech qanday imkoniyati yo'q ular bilan bog'lanish. Ya'ni faqatgina sizga Telegram akkauntni taqdim etadi. Unda ham sizga Telegram raqamlarini taqdim eta olishmaydi. Faqatgina Telegram username ya'ni Telegram adresini berishadi. Bu ham endi vaqtincha. Tez o'zgarib turishi mumkin, lekin Telegram orqali muloqot qilish bu ishonchli hisoblanmaydi, rasmiy hisoblanmaydi. Shunisidan ham bilsangiz bo'ladi, ular hech qanday ma'lumotlarni taqdim etishmaydi. Yana bir shubhalantiradigan narsa bu to'lovlarni ular rasmiy bank hisoblariga, masalan Click, PayMe kabi ilovalardan qabul qilishmaydi yoki ofislari yo'q, rasmiy ofislari faqatgina kriptovalyutalar orqali ishlashadi. Bu ham shubhalantiradi. Hech qaysi rasmiy tashkilot, hech qaysi ishonchli tashkilot kriptovalyutalar bilan faoliyat yuritmaydi. Bu faqatgina firibgarlar qo'llaydigan usul. Bularning ustida